Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga yakshanba 26-iyul Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Cobaltlardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat, yili yangi eski har xil ranglardan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa azizlar, kommentariy yili bilan nomini yozib qoldiringlar. Hammaga omad, video roligimizni boshladik. Xo'p azizlar, bugungi video roligimizni yili eskirog'idan boshlayapmiz. Video davomida aytib o'tganimizdek, yili balandlari ham juda ham ko'p. 2014 birinchi ko'rsatadigan Cobaltimiz. Yurgani qancha? 254 ming. Nechinchi pozitsiya bu? Ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya. ABS bor, konditsioneri bor. Metani bor. Metani bor. Diskga qo'yilgan yumshoq baloni bor. Bor. Nima rasxoti bor aka mashinani? Rasxot shu minish kerak xolos. Hech qanaqa rasxot yo'q. 255 ming yuribdi. Yurganlari o'ziniki xudo olasa? O'ziniki tekshirtirib oladi. Tekshirtirib olaveradi deyapti akamiz. 255 ming yurgan 2014. Stoplari ham o'zgartirib qo'yilgan ekan. Shumka qilingan 100%. Xo'p, kraskasi qayerda? Kraskasi oldiga bot uchida bor. Xo'p. Kirlos chekasida petnosi bor. Ikkita petno ekan xolos-da. Bo'ldi. Aka mashina zo'r ekan, haqiqatan o'zimga ham yoqdi. Narxini imkon qadar xalq bob qilib aka. Narxini bugungi bahoda 68, bozorda baho aytdik. Xo'p, Buni qilganlar bo'ldi bozorda. kanalga nisbet qo'ying. Kanalga yaqinlashtirib qo'yib qo'ying. Xo'p, 6,5 mingdan ozgina xarid. 6,5 mingdan ozgina xayriga o'tib berasiz. Generalni berasiz? Generalni beriladi. Xo'p Faqat bo'ladi. bank yo'q. Bo'ldi. Bankka vakolat bera olmaymiz. Telefon raqamingiz? Hozir. Bo'ldi, ko'rib olavering aka. 2014 azizlar, ikkita petnosi bor, 255 ming yuribdi. Holati ancha yaxshi. Endi kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar o'zingizlar. Telefon raqamlarimiz. Telefon raqamlarimiz 87 lik ekan. 87 lik 075 85 77 raqamiga murojaat qilasizlar. 25. 2025 navbatdagi Cobaltimiz. Xo'p, Midnight bu. 2025 4-chi pokoleniya propani bor. Generalni berasizlar-a? Generalni beramiz, bankka qo'yish yo'q. Xo'p. Garovga qo'ymaslik sharti bilan berilar ekan generalni daveniz. Bunkalar bo'lgan. Shuma izolyatsiya qilingan. 73 ming yuribdi mashina. Xo'p. Gazi tabletkadami, zapas ballonda bo'ldi. Qancha yurgan edi? Qancha yurdi? Bitta ko'rsatib beraveramiz yana bitta. Chalg'ib ketdi. 73 ming yurgan 2025. O'zimiz ishimizga emas, Samarqandga meni borib kelib turganmiz-da. Dehqonchilikmi bu? Ha, dehqonchilik o'zimiz nomimizda. Necha pul qo'yaylik buni? Ayasini nomida. Biz to'g'risi 11300 ozgina yo'lini qilib beradi deb turibmiz. Bugungi realniy bahosi 10600 berishdi. 10700 ga bermadinglar. Qo'shilib qolsa berib yuboramiz. Bo'ldi, generalni berasizlar. Faqat sotiladi bu mashina. Yoki variant ham qilib berasizlarmi? Narx aka? Nomeringiz? 88. Buni yuvaguncha 5-10 kunga yab qo'yib berib turamiz. 88 lik 128. 128 40 aloqaga chiqarasizlar azizlar. Yili eskisidan davom etamiz. 2013 navbatdagi Cobaltimiz. Qancha yurdi aka? 263 ming. Yurgani yaxshi ekan-a? 263 ming. To'g'risi 400 ming yurgan Cobaltlarni ham ko'ryapmiz. Cho'tkida yurishi. Xo'p. 263 ming yurgan ekan. Oynalari elektronik qilib qo'yilgan ekan. Bitta konditsioner qo'yib olsanglar, ikki bo'lib qolar ekan. Balon yaxshi ekan aka. 263 ming yurgan. Men aytmoqchi bo'lganim olish shart emas ekan. Hozir yurib tursanglar bo'lar ekan. Metani bor. Ha, metani bor, qozonlar. 263 ming yurgan 2013. Kraska qanaqa aka? Kraska 30% bor. 30% bor. Oldi orqalari butunmi? Necha pulga bermadingiz ekan? Kechki bozor. Qo'shib olib ketsin, xudo xolasa nasib bo'lsa. To'g'risi 150 ga bermadim, 5150 ga. 5150 dollarga bermab. Bu akamiz bilan ko'p syomka qilamiz. Shu sababdan yaqinroqni so'rab qo'ydim har doimgidek. Qo'shsa berasiz, xudo xolasa ozmoz. Beraman. Generalni beraverasizmi? Beraman. Xo'p bo'ladi. Telefon raqamingiz? 93 254 254 0058 0058. Nasiya chiqarmayapsizmi? Naqd pulga bu. Xo'p, yili baland mexanika korobka. Cobalt so'raganlar uchun 2023 navbatdagi
navbatdagi Cobalt'imiz 217 ming yurgan. Metan gazi bor, ABS yo'q variant, konditsioneri bor. Xo'p. Motor ходовой korobkada ish yo'qmi? Hech qanaqa ayb. Avtomobil dehqonchilik, kraskasi toza. Yem beramiz, a? Beramiz. Xudo xohlasa, generalniy davenist olayotgan aka-ukalarimizga ham eslatma. Shtrafinglarni vaqtida to'lab yuringlar, chunki ko'pchilik shu kunlarda eshityapmiz, atmen bo'lib ketgan, mib ketib ketgan, egasi bilan urushgan, talashgan bo'lyapti. Shu sababdan vaqtida to'lab yursa, o'ziga ham yaxshi, egasiga ham yaxshi. 2023 217 ming yurgan mexanika. Diskga qo'yilgan ekan, lekin. Diskga qo'yilgan, ha. Kraskasi toza. Kraskasi toza, shu chap tomonda jinda ishga olgan yerimiz bor. Shilingan joyi turibdi, Shilingan jak ko'rinmayapti ham endi. Mana. Asosan shu joy ekanda, mana. Ha, asosan shu. Buni kraska sepish shart emas menimcha. Maliyar akalarimiz bundaligini qilib bersa kerak. Nech pul qo'yaylik aka? Bermaganingiz yana aytib ko'ring. 8,5 ga bermaymiz. 8,5 ga bermaysiz. Qo'shsa berasiz. Ha, Gen chiqam? chiqadi gene. Chiqadi. Yana bitta aytib ketyapman. Nasiyaga sotdingizmi? Yo'q, nasiyaga. Naqd bo'lgan faqat. Naqd. Telefon raqamingiz 95lik. 95 843 843 0575. 0575 raqamiga murojaat qilasizlar. Dehqonchilikmi endi bu? Ha. 2015 navbatdagi Cobalt'imiz dehqonchilik ekan. Yurgani 427 ming kilometr bo'libdi. Nechinchi pozitsiya bu? Ikkinchi pozitsiya, ABS bor, konditsioneri bor, 4-pokoleniya propani bor. Motor ходовой korobkalari yaxshimi? Yumshoq balonlari bor. Yangi balon qo'yilibdi. 1,950 mingga balon qo'yilibdi yangi. Ikkinchi pozitsiya. Propani tabletkami? Ha, tablet. Yo'q. Kapsulada. 90 talik. 90 talik. Metan gaz bilan bir xil ko'rinishdagi propan gaz. 2015 427 ming yurgan ikkinchi pozitsiya mexanika korobka. Kraskasi qayerida? Kraskasi 30% bor. 30% bor. Ustlitrlari oldi orqalari butunmi? Ozgina o'stirdi. Ozgina bor. Aka nech pulga bermadinglar sir bo'lmasa kechki bozor? Tushunmadim. 6000 deb qo'ydim. 6000 kamini qilib berasiz. Generalni beraverasizmi? Yo'q, endi yo'q. Nomiga o'tkazib olish kerak. Xo'p, kimni nomerini yozamiz? 90. 90lik 525 525 71 71 11. 11 raqamiga murojaat qilasizlar. 2025 navbatdagi Cobalt'imiz 32 ming kilometr bosib o'tgan Midnight variantidan. Gazi bormi? Aha. 4-pokoleniya propan. Endi buni motorni so'rashimiz ham kerak yo'q. Endi 32 ming yurgan mashina ekan. Mana yumshoq balon. Mana ichki holatdan ko'ringlar. 32 ming yurgan mashina. Gazi tabletkalimi aka? Ha, tabletga. Zapas balonda o'rnida. Ha, zapas. 32 ming yurgan 2025 Midnight. Ochmay qo'yarasiz aka. Orqadan kraskasi yo'q. Yo'q, yo'q. Qayerda kraskasi bor? Kiringlar. Kapot almashgan. Ustlitrlari-chi? Butun. Butun. 2025. Nech pulga qo'yildi endi buni aka? 10900 ga. 10900 ga. Gen chiqam chiqmaydi. Keyin ham chiqadi, o'tkazib olsa ham bo'ladi. 10900 kami bormi yo bo'lishimi? Yo'q, bo'lishi siz mana deganingizga Bo'ldi, tushunarli. yo'l o'tib beryapman-da, 11 dan 25 u. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 206 206 25 25 17. 17 raqamiga murojaat qilasizlar. 2013 navbatdagi Cobalt'imiz 280 ming yurdimi? 285 ming yurgan. ABS bor, konditsioneri, metanlari bor. Motor ходовой korobka? Zo'r. Yumshoq balonlari bor. Nima rasxoti bor aka mashinani? Rasxoti yo'q, mashina zo'r. 2013 ikkinchi pozitsiyada 285 ming yurgan. Konditsionerlarga nomus o'tadi. Konditsionerlarga tishlar ekan. Xudo xohlasa kelib ko'rib o'zinglar uchun tekshirib olasizlar. Qaysi avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar 90 talik temir metanlari bor. 285 ming yurgan 2013 mexanika korobka. Kraskasi qayerida? Kraska bitta oldi krilo yangi qo'yilgan. Xo'p, 2 dona petnosi bor. Benzabakni oldida eshikda chizadi pastida. nech pul qo'yilyapti aka narxini? 62 deyapmiz buni. 6200 aytyapsiz, kami bor-a? Generalni chiqaram. Generalni 1,5 yilga chiqadi. 1,5 mingga chiqaveradi. Aka nech pulga bermadingiz sir bo'lmasa shuni? Bugun mashina 53 ga sotilmadi. 5300 ga sotilmadi. Qo'shsa berasiz, nasib. Qo'ysa beramiz. Telefon raqamingiz 93 93 410 410 0577. 0577 raqamiga murojaat qilasizlar. Puli yengilroq avtomat korobka so'raganlarga 2013-14 navbatdagi Cobalt'imiz 4-pozitsiyada avtomat korobka. Qancha yurdi aka?
366. 366 ming yurgan. 336. 336 ming. ABS konditsioner metangasi ham yo'q bu. 336 ming yuribdi. 336 ming yurgan. Monitor qo'yilgan. 336 ming yurgan mashina. 2013 ga 14 a? Kraskasi qayerda? Kraskalari bor. Avtomat korobka. 35% suvoy butunga. 35% ga baraka Oldi bo'ladi. orqalari butun. Pulini yaqinroq. Oldi orqalari butun. Puli yaqinroq 62 dan kami yo'q. Bo'lishi 60. Bo'lishi 62. Generalni berasiz. Generalni chiqadi. Telefon nomeringiz. 94 94 140 140 27 00. 2700 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 3-paysa. 2014 navbatdagi Cobalt'imiz 3-pozitsiyada mexanika korobka, mexanikaning oxirgi pozitsiyasi. Yurgani qancha bo'ldi? 426 ming yurdi. ABS konditsioneri, metan gazlari bor. Motor ходовой korobka? Zo'r. Balonlari ozgina eskirib qolibdi-mi? Hozirgi kunda yurib tursanglar bo'laveradi, bir qator aytib ketyapman. 426 ming yurgan 3-pozitsiyada. Xo'p, 426 ming yurgan 2014. Bo'ldi, ochildi aka. Metanlari bor. Kraskasi qayerda? Kraskasi aka 30% kraskasi bor. 30% kraskasi bor. Suvagi butunmi? Bo'ldi. Necha pul qo'yaylik aka? 6300 dan chiqadi beramiz. 6300 dan ozgina o'tib beriladi. Generalni chiqadi? Yana chiqadi. Xo'p. Barter variantlari-chi? Ular ham bo'ladi. Nomeringiz 99 99 049 049 96 97. 96 97 raqamiga murojaat qilasizlar. 2018 navbatdagi Cobalt'imiz qancha yurdi bu? 305 ming yurgan. Ikkinchi pozitsiya ABS konditsioner, metanlari bor. Nima rasxoti bor buni hozir? Bo'l. 305 ming yurgan. 305 ming yurgan. Mana mayda chidi. Bo'l, hozir so'rab ketaman. Bitta obzorni olaylik. Metanlari bor. Mana mayda chidi. Kraskasi. Xolosmi? Ha. 2018 305 ming yurgan. Narxi necha pul qo'yaylik? Yaqinroq qilib faqat. 7,5. 7,5 ming. Bermaganingiz bo'lmadimi? Bo'ldi. Necha pul? Ha? Necha pul sir bo'lmasa? 68 deyman. 6800 gacha pul ko'rdi. Generali chiqadi. Chiqadi gene. Nasiyaga sotmaysizlarmi? Yo'q, barter bo'lsa bo'laveradi. Naqa ekan, asosan. Telefon nomeringiz 93 93 419 419 1040. 1040 raqamiga murojaat qilasizlar. Cobalt'da MCM variantini so'raganlarga 2026 4 pokoleniya metanlari bilan qancha yurdi bu aka? 35 ming yurgan. Balon qo'yilgan. Kovri tashalgan ekan. 35 ming yurgan. Polni laminatsiya qilingan, ya'ni plastik detallari shu usti plyonka bilan qilingan laminatsiya dedi. 35 ming yurgan 2026 metan gazlari bor. Kraskasi tozami aka? Toza. Necha pul qo'yaylik buni aka? 12400 qo'yamiz. 12400 dollar. Bo'ladi yoni. Bo'ladigan. Kami yo'q. Kami yo'q. Generalni chiqam Yo'q, chiqmadi? oldi sotdi. Nomga o'tkazib oladi. Nomeringiz 99 99 011 011 85 01. 8501 raqamiga murojaat qilasizlar. 500 km yurgan. Xo'p, 2025 7,5 ming kilometr bosib o'tgan avtomobil Midnight. Qora diska, qora fara. 7,5 ming yurgan 2025. Nima qilindi bu aka? Zavod holatda tozami? Toza. Bo'ldi, bagajlarni ochib vaqt ketkazmay qo'yamiz. 2025 toza. 7,5 ming yurgan. Necha pul qo'yaylik aka buni? Buni 12,5 ming kami bor. 12,5 ming kam bor. Generalni chiqam? Generalni bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nomeringiz 99 99 011 85 01. necha? 85 01. 85 0. Boshni aytib o'ring. 99 011 85 01. Aloqaga chiqaverasizlar. 16 ming. 2025 Midnight variantini so'raganlarga 16 ming yurgan. Qorami bu yo? Darkman deb o'ylabman. Qop-qora ekan o'zi. Metan gazlari bilan. Metani bor. Tozami? Toza. Faqat metan qo'yilibdi bunga. Kovri tashalgan ekan plus. 16 ming yurgan. Kraska toza. 16 ming yurgan 2025 Midnight. Necha pul qo'yaylik buni hoji aka? Aka 12 mingga berib yuboraman. 12 mingga berasiz.
Hujjatni nima qilib berasiz? Xohlaganini qilib olaveradi. Xohlaganini qilib beraverasiz. Ozmos puli yetmay qolsa, Variant, bankdan ko'raveramiz. bo'ldi. Nomeringiz? Nomer 94 94 911 70 90. 70-90 raqamga murojaat qilasizlar. Endi videodan ketib qolmay turasizlar. Bular bir xilmi? Bu 25 ga 26 bu midline. Haliginisidan. Signallar monitorlari bilan. MCM. MCM bunisi. Bunisi nechi pul? Bu aka 13 ming kami bor, 13 kelishaveramiz. ming kam bor. Narigisi qanaqa? Nargisi ham MCN aka. Metani yo'q aka, benzin aka. 17 ming yurgan. Uni aka arzonroq oldik aka. 12300 ga berib yuboraman aka. Hujjat nima bo'ladi bular? Hujjatda xohlagan dokumentni qilsin aka. Qisqasi bitta 2025 bor, 26. 25 ga 26 ga ko'rsin. Ha, 2025 26 bitta 2025 Bu bor. 25 lik. Yana bitta nomeringiz qaytaravering hozir aka. 94 lik. 94 911 911 70 90. 70 90 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Bank variant любой narsasiga Hamma yo'li bor. kelishamiz.